Salom do'stlar, sizlarga rahmat. 13 ta obunachilik qo'ydilaring va va'da qilingandek biz finalni sizlarga ko'rsatamiz do'stlar. Ispaniya bilan. Ispaniyani yutish mushkul do'stlar. Nega deganda Ispaniyada Lamine Yamal, Hujison, himoyada Pedrilar bor do'stlar. Hozir sizlarga ko'rsatamiz. Ispaniya bilan Hujiston. Mana kubik uchun. Mana bu taktik ko'rsatilmoqda. Pressing juda kuchli bizda. Mana do'stlar. Lamine Yamal, Rodri, Pedri, Kurella, o'ng qanotda juda kuchli. Do'stlar, o'yin boshlandi. O'yinni Shomurodov boshlab beradi bizga do'stlar. Shomurodov boshlab berdi. Fazliyev shoshilmayapti. Usmonov, Fazliyev o'ng qanotdan o'zi o'tib ketdi. Yaxshi o'tib ketdi. Yaxshi. Amrobekov. Fazliyev yaxshi pas berdi. Yo'q, hozir Ispaniyaliklar hozir hujumda. Usmonov olib qo'ydi. Usmonov juda zo'r himoyachilarimizdan biri, chunki u Ispaniya juda katta o'yinchilar bilan o'ynagan. Yo'q, hozir o'tib ketgan edi. Yusupov yaxshi qarshilik qilib qoldi hozir. Yusupov Kurella bilan Alisonov yaxshi o'tib ketdi. Alisonov yaxshi o'tib ketdi. Alisonov va Shomurodov yetib bora olmadi to'pga. Shomurodov hozir qarshi hujumda. Lamine Yamal. Yo'q, Usmonov sariq oldi. Nega deganda do'stlar, qo'pollik bor ekan bu yerda. Qaytarishimiz kerak. Do'stlar, ispaniyaliklar bizga gol urishmoqda hozir. Endi bunga javob qaytarish kerak do'stlar. Yaxshi, mana javob bo'lishi mumkin hozir. Yo'q, qaytarishdi. Qarshi hujum. Usmonov qaytarib qoldi. To'p Usmonovda. Nasrullayev chap qanot. Urunov. Shomurodov. Urunov. 1-1. Urunov. Mana qaytarish kerak bo'lsa, mana Urunov. Mana. Do'stlar, Urunov hozir yaxshi harakat qilib, o'zi ochilib, o'zi pas berib. Yaxshi. Shomurodov ham sezdi-da. O'yin tugashiga kam vaqt qoldi. Hozir qarshi hujumni qo'ymaslik kerak. O'zimiz hujum qilishimiz kerak. Birinchi taym tugadi do'stlar. Bizga Urunov bilan Shomurodov ko'rsatilmoqda. Yaxshi. Lamine Yamal, Rodrigo. Lamine Yamaldan olib qo'yishdi. Amrobekov, Urunov, Nasrullayev, Shomurodov. Nasrullayevga pas edi hozir bu. Hozir olib qo'yishi mumkin edi. Urunov olib qo'ya olmadi. Hozir hujumda Lamine Yamal, Shomurodov qaytarib qoldi. 1-1 vaziyatda qutqardi Shomurodov bizni. Fazliyev Pedridan o'tib ketdi. Shomurodov, Nasrullayev, Shomurodov zarba bera olmadi. Rodri qaytarib qoldi hozir. Qarshi hujumga o'tib ketishi mumkin edi hozir. Lamine Yamal o'tib ketdi ham. Ashurmatov qaytara olmadi. Lamine Yamal. Yana qaytarish kerak endi do'stlar buni.
Iskanderov yaxshi, Iskanderov tushdi. Kukurelladan olib qo'ydi do'stlar. Hozir Iskanderov. Yaxshi Iskanderov. Hozir yangi tushgan, zaxiradan tushgan o'yinchi. Bir vaqtda qaytarmoqda golni. Mana bu bizning tezda qaytarilgan golimiz edi do'stlar. Endi himoya faqat himoyada hozir Iskanderov, Shomurodov. Yo'q, Shomurodov qo'ya olmadi. Yo'q, Shomurodov olib qo'ydi. Yaxshi, kerak hozir yordam kerak edi Shomurodovga. Shuning uchun ham hozir yo'q, o'tib ketishmoqda hozir yana bir marta. Yana o'tib ketishmoqda Husanov bizning hozir juda katta. Hozir shoshilmasligimiz kerak do'stlar. Brunov. Endi faqat qaytish kerak do'stlar. Chunki endi ispaniyaliklar yo'q do'stlar. Ikkinchi taym ham tugadi. Endi biz extra taymni ko'ramiz. Hozir murabbiyimiz Cannavaro o'zgartiradimi? Chunki o'yinchilarimiz juda charchab qolishgan. Hozir Shomurodov o'tib ketishi mumkin. O'tib ketdi. Shomurodov finalda ikkinchi golni urmoqda hozir Shomurodov. Pas bergan o'yinchiga ham rahmat deyish kerak, chunki o'yinchi juda yaxshi pas berdi va Shomurodov bundan foydalandi. Bizning o'yinchilarimiz juda charchab qolishgan. Shunday bo'lsa ham qo'yishmayapti. Kim qoidani buzdi? Sanov qoidani yana bir marta buzgan ekan. Qaytarish kerak Yusupov. Yo'q. Mana. Ko'rsangiz do'stlar, hamma ispaniyaliklar bizning darvozamiz yonida. Hozir Sergeyev tushishi mumkin. Shomurodov o'rnidan. Extra time. Sergeyev Shomurodov o'rnidan tushdi. Sergeyev juda mehnatkash. Yaxshi Husanov olib qo'ydi hozir yaxshi. O'ziga bo'ldi Husanov. Robekov. Sergeyev mana shu yerda o'tib ketishi mumkin. Sergeyev o'tib ketishi mumkin. Urunov kimga? Iskanderovga hozir yaxshi qo'yishdi. Endi himoyaga qaytish kerak do'stlar. Qarshi hujum. Husanov olib qo'ydi. Iskanderov, Sergeyev mana shu yerdan olib ketishi mumkin hozir. Yaxshi olib ketishi mumkin edi. Kurella qaytarib oldi va do'stlar, Kubik Jahon chempionatiga yutdik va Kubik bizniki do'stlar. Va mana do'stlar, biz orzuyimizga erishdik do'stlar. Mana do'stlar, men boshida aytganimdek, men O'zbekistonga Kubikni olib berdim do'stlar. Sog' bo'lasizlar.